Derdimki birinchi bo'lib ona tilini o'rgansin hamma. Afsuski o'zini tilini bilmaydi odamlar. Chet tilini bilsin albatta, 10 ta til bilsin. Lekin oldin o'zini tilini bilsin. O'zini tilini bilmaydi hozir aksar yoshlar. Men yoshlarga gapirsam ba'zilarga o'zbekcha gapiryapman men. Men o'tgan asrda odam emasman yoki Navoiy tilini gapirayotganim yo'q. Oddiy o'zimning gapimni gapiryapman. Siz bilan gaplashayotgan nutq. G'arib lug'atlar yo'q. O'lgan tildan bir namunalar yo'q. Yo'q. Oddiy til bilan tushunmayapti shuni. Fikrni yetkazib berishingiz uchun bir necha marta qaytarish kerak bo'lgan. Odam o'zini birinchi bo'lib o'zining tilini zo'r bilish kerak. Shunda to'g'ri fikrlay oladi, to'g'ri his qila oladi, keyin boshqa tilni yaxshi o'qiy oladi. Buning uchun men ko'p aytayapman, bog'chada faqat o'zbek tilini o'qitirish kerak. Maktabda ham iloji bo'lsa 4-sinfgacha bo'lmasam 3-sinfgacha faqat o'zbekcha o'qitirish kerak. Chet tili qo'shilishi mumkin, o'ta oz miqdorda. Lekin o'zbek tilini kamaytirmaydigan, unga xalal yetkazmagan holda. O'sha maktab yoshiga borgan 7 yosh, 8 yosh bola har qanday fikrini to'la ifodalay oladigan bo'lish kerak. Kerak bo'lsa, hamma ichidagi dardini, hamma a'zolarini kasalligini, maylim aniq o'lyapti demaslik kerak. Jigarimda og'riq bor deya olish kerak. O'tim tiqildi deya olish kerak. Maylim mamla qo'lyapti demasdan. Falonchini men yaxshi ko'raman. Otamni sevaman. Ovqatga ishtaham bor. Shu ishga men rag'batim kuchli. Tuyg'ularni bir-biridan ajrata olish kerak. Ovqat sevaman deyilmaydi ovqatni. Tuyg'ularni ham ajratadigan darajada lug'at boyligi bo'lish kerak. Har bir o'zbek ham, qirg'izmi kim bo'lsa ham o'zining tilida har bir insonda. Bo'lmasa o'zlik qolmaydi. U inson tili ketdi, o'zligi ketadi. Bu yaxshi holat emas. Achinarli holat o'tayapti. Millatni zavoli degani bu. Bundan qattiq hazir bo'lish kerak.